Assalomu alaykum bazı yurtdoshlar. Urganch Center Poskayda O'tkiyada Bolidaranın yanında yo'lning ustida 2 qavatli 100% podключ tayyor doğru kelib yashaladigan 150 kvadratga ega bo'lgan hovli-joy sotib olib qo'yildi. Yine elden yurtdoshlar keng tushgan ham podvalga ega. Saychan qismi bilan tanışaveramiz. Bir yan tarafımızda yine garajı var. Bir maşın bemalol sig'adi. Ayrim jihozlari bilan yurtdoshlar. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q. Gaz shotchikimiz shu yerga o'rnatilgan. Bismillah deb video obzorimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Giribashdan şimdi katta dalan. Eninde 4'ten ziyad tushgan, uzinasına 8'den ziyad. Kotyolimiz shu yerga o'rnatilgan. Gilamda döşenengen oyak deyimiz 100% laminat. Giribashdan 10 qo'limizda umayliklar qo'yilgan, orqasi kafilatlangan. Bu yerda ish konditsioner ketadi. Bir ish televizori ketadi. Kuxnyada bir xolodilnik bor, shu ketadi ekan. Qolgan narsalarimiz qoladi yurtdoshlar. Bu yerda parda qoladi, gilam qoladi, bu narsalar ketadi. Bu yerimiz zal. Oboydan chiqib turibdi. Wi-Fi'larimiz bor. 150 kvadrat Bolidaranın yanında. Bir yan tarafımızda sanuzel. Ariston içeri ornatkallı. Kafilden çıktı 100%. Bir yanımız aşkhana. Yana bir adam oturup çay içadigan mesta qilib qo'yibdilar. Kuxnyada kuxnya mebellarimiz yaxshisidan o'rnatilgan, bir ish xolodilnik ketadi. Kir mashin qoladi. Ko'rib turganlaringizdek yine gaz plitamiz vitishkalar bilan o'rnatilgan. Bir yan tarafımızda atısı var. Köçek hacatxanası. Bir yerine lesnisa koyup oturadigan tochka qilib qo'yibdilar. Zelen zonası bor. Bir yana bir tapchan qo'yib bersa, mesta bor ekan. Bir yan tarafımızda spalni. İkinci kavatını göremiz. Lesisamız yavaştan üstünden gilamla döşenip durdu. İkinci kavatta 2 spalni tushgan katta, bir katta hovl, bir zal. Birimiz fondan çıkıp durdu. Konditsioner qoladi bu yerda. Yo'lning ustida, Bolidaranın yanında. Birimiz yine spalni. Birimiz yine bir spalni. 150 kvadrat yurtdoshlar. Bahasına keladigan bo'lsak, 860 milyon so'm. Sal yine gelişib beriladi. Ekranda gözetilgan nomerlari chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringizda omad.